Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, jonajon obunachilarimiz. Telegramimizda kanal ochganligimizni yana bir bor eslatib o'taman. Mana shu kanalimizga kirib, bemalol oldi sotdi ishlarini amalga oshirishlaringiz mumkin. Xudo xolasa hammamizga ham Allohim barokatlar bersin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun qarang, uchala Titanikimiz ham tashqariga chiqib olishibdi. 4-chi Titanikimizni, germanskilarimizdan 4-chisini ona endi o'tkalarni oldiga qo'shib qo'ydik. Bugun o'zi video syomka qilmasam degan edim. O'zi umuman har kuni bo'ldi. Bugun video syomka qilmayman, boshqa ishlarimni qilaman deyman, lekin обязательно qandaydir mavzu tug'ilib qoladi yoki nimadir yangilik bo'lib qoladi, ko'rsatkim kelib ketadi. Shunday qilib bugun ham bitta syomka qilishga qaror qildik. Ahmad turishni qarang. Xo'sh, tashqariga chiqinglar. Bular 26-maydan 3-iyungacha ochib chiqqan jo'jalar, ya'ni hozir 7 oylikdan oshib qolishdi. Men ko'p videolarimda aytganman. Endi o'tka jo'jalari qanaqa bo'lsa ham mayda ochilganmi, iyuldami, xullas bahorda tuxumga kiradi, ya'ni mart oyida tuxumga kiradi degan edim. Hozir sizlarga yangiliklardan bittasini ko'rsataman. Menga ko'p aytishgan, eshitganman, yanvar oyida tuxumga kiradi jo'ja endi o'tkalar deyishsa, men ishonmagan edim. Chunki o'tgan yil menikilar tuxumga kirmagan. Mana sizlarga yangilik. Qadrli tomoshabinlar, jo'ja endi o'tkalarimiz tuxumga kirishni boshlabdi. Kecha bitta edi, bugun ikkita bo'libdi. Hali tuxumlari kichkinaligidan ham bilinib turibdi. Jo'ja tuqqanligi. Manaki agidel tuxumlari tengi kattaligi. Balki undan ham sal kichikroqlari ham bo'lishi mumkin. Manaki. Va yana bir joyda joy taxlayapti ekan. U ham tuxumga kirib qolsa, xudo xolasa uni ham ko'rsatib o'taman. U juda oraliqda tuxum qo'ygan. Yangiliklardan biri mana shu. Tovuqimiz o'zini qo'nog'ida. Hoppali. Xo'sh, bilan ovqatlarni beramiz. O'z bug'doylari bor ekan, shart emas ekan. Bekorga muchala yeb ketadi. Don bermaymiz, tashqariga berib qo'ya qolamiz. Ona endi o'tkalarimizga bug'doylarini solib qo'ydik. Tuxumlarini tashqariga chiqarib tashlashibdi. Yangilikning ikkinchisi, germanskilarimizda 4-chisini ona endi o'tkalarni oldiga qo'shib qo'ydik. Chunki bular hozir tuxumlab turibdi, tuxumlari urug'lanyapti. Inkubatorga qo'yamiz deyapmiz. Shuning uchun germanskilardan ham qo'shib qo'ydim, shtobi jo'jalari chiqsa ham yaxshi chiqishi uchun. Chunki bularning jo'jalarini chiqarib ola olsak, xudo xolasa sotuvga qo'yamiz. Shuning uchun germanskilarimizni ona endi o'tkalarni oldiga qo'shib qo'ydim. Bu faqat bir muddatga. Ya'ni ham bilmadim, qolishi ham mumkin. Xo'sh, endi tuxumlar 3 dona tuxum tug'ilibdi. Ularni yig'ib olib qo'yamiz, chunki endi tuxumlarni inkubator uchun yig'yapmiz. Bir ekkalarimizni donlari bor ekan, suv ichishini qarang, qanday qilib bo'lmasin topib ichyapti. Faqat ichiga kirib olganicha topildi-da. Tochkali chomni puh tovuqlarimizni donlari tugabdi, bularga oz don berib qo'yamiz. Tovuqlarimiz kechdan bularga urug'lanmagan tuxumlarni qaynatib berishni boshladim. Va hamshaklarimiz bugun bittagina tuxum tug'ishibdi. Viyandotlarimiz esa hali jim. Xudo xolasa, menimcha bularga kalsiy yetishmovchiligi bo'lyapti va harorat sovib qolyapti. Shuning uchun bular tuxumdan to'xtab qolish shekilli. Shuning uchun xudo xolasa bularni ovqatini ham yaxshilab, haroratni isitish biroz mushkul masala. Endi bilmadim qanday qilsam, chunki katani ustiga kilonka yopganim bilan kilonkani bular tovuq cho'qib yirtib tashlashadi. Butun xonani isitish esa biroz murakkab bo'ladi. Bilmadim endi qanday qilib yo'lini qilishim kerak, chunki inkubatorlarni yana qo'shimcha zakaz qildik va endi bizga inkubatorga tuxumni tezroq yig'ishimiz kerak bo'ladi. Handxaplarimiz o'zi aslida bunaqa важный sotuv uchun mo'ljallanmagan. To'xtab turinglar, yo sizlar gapiringlar, yo men gapiray. Keyin qichqiraverasan. Xullas, bularni sotilgancha sotiladi handxaplarimiz va qolganlari qo'ni-qo'shnilarimizga, atrofdagilarga tarqatib beriladi. Chunki ro'zg'or bopligi bo'yicha men bilgan parranda tovuq zotlari ichida eng foydalisi, eng ro'zg'orbopi tuxum va go'sht yo'nali bo'yicha o'rtacha eng yaxshisi mana shu handxaplar ekan.
Men shunday tushundim. Shuning uchun xudo xolasa bularni ko'paytirishga harakat qilamiz. Handxaplarni asosiy e'tiborimiz handxaplarga bo'ladi. Sotuvdan ham ko'ra ko'proq uni tarqatishga harakat qilamiz. Va sotuvga ham imkon qadar chiqarishga harakat qilamiz. Lekin bitta bo'lsa ham handxap tug'yapti, ikkita bo'lsa ham handxap tug'yapti. Boshqa tovuqlarimiz birortasidan najot yo'q. Viyandotlarimiz tug'ib turuvdi, 2-3 ta tug'di. Shu viyandotlarimiz ham to'xtab qoldi. Hozir faqat handxaplarimizdan tuxum olyapmiz. Shuning uchun aytayapman, ro'zg'or bopligi bo'yicha, tuxum yo'nalishi bo'yicha eng yaxshisi handxap ekan. Shuning uchun handxaplarni boqishda ko'paytirishni maslahat beraman. Oilaga, ro'zg'orga juda bir manfaatli tovuq bo'ladi ekan. Kasalliklarga chidamliligi ham ancha yaxshi ekan boshqalarga nisbatan. O'zimiz mana damashni mesni tovuqlarda uncha kasalliklarga chidamli. Tovuqlarning kasalliklari haqida aytsam, shu haqda ham tushunganimcha aytib o'tib ketay, chunki ko'pchilik, misol uchun, meni ham o'sha kommentariyalarimizda ham yozishyapti, bo'yiga ko'z yoshchalik smaylikchalar qo'yib, tovuqlaringizni har zaman bir qo'yib yorib oling, bir aylanib kelishsin. Qadrli obunachilar, bilmaganlar uchun aytib o'taman. O'sha ota-bobolarimizdan qolib kelayotgan gap bor. Qarg'a kelgandan keyin tovuqlar qo'yib yuborilmaydi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Sizlar buni yayrab keladi, aylanib keladi, kerakli vitamin terib keladi. Shu kerakli vitaminlarni olib kelib, yoniga olib kelib beringda, qamab qo'ying. Mendagilar noyabrda qamalgani, o'shandan beri umuman tashqariga chiqarilgani yo'q. Shu videolarimizni ko'rsanglar, o'zi bilinadi. Va mendagilar na jo'jaligida, na kuzgi paytga kelib emlangani yo'q. Birortasini biror marta emlamaganman. To'g'ri, unaqa vita kompleks vitaminlardan suvlarga qo'shib berib, unaqa broiler ovqatlar qo'shib berib, xullas mana shunaqalar qilingan, lekin aniq bir kasalliklar uchun emlanmagan. Shunga qaramasdan, Xudoga shukr, mendagilar hozircha hammasi yaxshi. Bundan bu yog'iga mana shu gapimdan keyin ko'z tegib kasallanmasa, hozircha hammasi yaxshi. Kasallikka chidamli bo'lishligi uchun mana shu qarg'alar kelganidan keyin imkon qadar qo'yib yubormaslikka harakat qilinglar tovuqlarni. Bu kasallikni davolagandan ko'ra yaxshiroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Endi kasal bo'lib olgan bo'lsa, sizlarga men o'zimni, endi mutaxassis emasman bu borada, lekin o'zimni masalan tushunganimcha aytaman. Bularning eng yaxshi dorisi bu makrolon paroshoki bor. Misol uchun endi shamollashni boshlayotgan bo'lsa, qaynab sovigan obdushga, ya'ni qaynagan suvga ilitib, qo'l kuymaydigan darajaga olib kelib, 1 litrga 1 gram o'sha makrolon paroshokidan berasiz, qo'shib eritib berasiz. Uni ham sovuq qolmasidan olib yana to'kib tashlashingiz kerak bo'ladi. Keyin boyagi vita komplekslardan qo'shib berasiz. Keyin nomlari endi har xil nomlilari bor. Boyagi virusga qarshi har xil viruslarni o'ldiradigan dorilar bor. Mana shulardan qo'shib berib turinglar tovuqlarga. Agar shamollar bo'lgan bo'lsa, o'sha og'iz burnidan suv kelib, ko'zida ko'pigi paydo bo'lib, unday bo'lgan bo'lsa, shu makrolon paroshokini og'ziga ushlaysizda, og'ziga bir chimdim to'kib yorib, 1-2 tomchi suv ichirtirib yorib, mana shunday qilishingiz kerak bo'ladi. 2-3 kun, kuniga 2 mahaldan shunday qilasiz. Keyiniga yana o'sha makrolon eritmasidan ichirib, yana yoniga qo'shimchasiga ham o'sha makrolon eritmasidan yoniga qo'yib qo'yishingiz kerak. Va eng asosiysi, shamollagan tovuqlarni agar davolamoqchi bo'lsanglar, qandaydir qilib ularni bir 10-15 gradusdan issiq yoki kamida 15 gradus issiqlikdagi xonaga olib qamashlaringiz kerak bo'ladi. O'shanda ularni davolanib olishi, tuzalishi tezroq bo'ladi. Salqin havoda ularni baribir tuzalishi qiyin bo'ladi. Pateriya bo'lib, endi qolgani qoladi, ko'pi pateriya bo'lib ketadi. Tovuqlarni kasalliklari haqida tushunganim shular, bilganimcha aytib berdim. Ko'pchilik aytayapti, shu yil kasallik qattiq keldi, shu yil kasallik unday bo'ldi. Bu fikr ham to'g'ri. Shu yil endi har yil ham men mana shu gapni eshitaman. Shu yil kasallik qattiq keldi. Chunki ko'pchilikda tovuqlari qirilib ketadi har yili. Ular o'sha vaqtida qamashmaydi, yana qo'yib yuborishadi. Keyin kataydi. Men sizlarga yana bir tushunganimni aytaman. Tovuqlar uchun katay обязательно mana bunaqa devorli xona bo'lishi shart. Bu ham hozir kamchiliklari ko'p, chunki biz tovuqqa mo'ljallab bunaqa bir qilganimiz yo'q, tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q edik. Devorlari shuvoq bo'lishi va patolog bo'lgan bo'lishi kerak tomi. Chunki endi patolog desam bu bir qimmatbaho patologlardan emas, hech bo'lmasa klyonka bilan bo'lsa ham patolog qilingan bo'lishi kerak. Issiqlik qochib ketmasligi kerak. Xonani, bularning o'zini harorati o'shanda xonani isitib qo'yadi. Hozir bizda ham shuvoq bo'lmagan, hamma yoq devorlari ko'rinib turibdi, ilma teshik. Shuni hisobiga xona kerakli darajada isimaydi. Даже tomlarimizda mana teshiklari bor. Kerakli haroratda isishi uchun patolog bo'lgan bo'lishi kerak, devorlar shuvoq bo'lgan bo'lishi kerak. Mana shunaqa xonada boqsanglar, qishki paytda aytayapman. Qishda bemalol tovuqlardan tuxum olishlaringiz ham mumkin bo'ladi, kasal bo'lish ehtimoli ham ancha kamayadi. Shuning uchun maslahatim, tovuq boqadiganlar kelasi yilga mana shunaqa sharoitlar qilinglar. Endi esa qadrli tomoshabinlar, 3-yangiligimizni ko'rsatib o'taman. To'xtangizlar, shu qapqoni olib qo'ying.
Bugun 21-yanvar. Kurk tovuğimizning tagida nima gaplar tomosha qilamiz. Mana sizga yangilik. Kecha teshishni boshlagan ekan ular, ko'rgan edim. Yana yangilik. Har jo'jachamiz birinchisi chiqibdi. Adashmasam, yana bitta teshib qo'ygan edi yaxshigina. Mana. Bunisi ham teshib qo'ygan. Chiqaman deyapti. 4 tami 5 ta tuxum xullas tayyorgarlik ko'rib qo'ygan edi. Bugun erta xudo xolasa ochib chiqishi kerak yo nasib. Mayli, tovuqimizni endi bezovta qilmaylik, yopib qo'yamiz. Tuxum po'stlog'ini esa tovuqlarimizning ovqatlariga bunday qo'shib berib yuboramiz. Yeb yorishadi, chunki hozir bularga kalsiy yetishmovchiligi bo'lyapti. Bular kalsiyni hozir juda mazza qilib yeyishadi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa. Tashqaridagi parrandalarimizga ham ovqatlarni berib oldik. Doimgidek birinchi bo'lib agidellar ataka qilishni boshladi. Bugun nimadir g'ozlarimiz janjal qilmadi. Qanday yangilik bo'ldi bu? Har safar g'ozlarimiz baqir-chaqir qilib shantaj qilishadi. Kecha kechki paytga ham ovqat solib qo'yilgan edi, balki o'sha bilan qornini to'yg'izishgan bo'lsa kerak. Shuning uchun mana hozir unaqa kechagilarda yopishishmayapti. Kecha 2 mahal ovqat berdik. Shuni hisobiga bular qorni to'q. Ularning qorni to'qligi menga zarar bo'lishi ham mumkin, chunki kelib yoki tekinxo'r musichalarimiz urib yeb ketadi. Yo'q, hozir agidellarimizni qo'yib yuboramiz. Agidellarimiz ham bug'doylarni yeb yorishsa kerak. Hozir ko'ramiz. Xo'sh, agidel voylar, tashqariga chiqinglar. Agidel o'rdaklarimizni ham tuxumlarini inkubatorga qo'ydik. Xudo xolasa bularni ham jo'jalarini chiqaramiz. Bular eslatib o'taman yoki bilmaganlar uchun aytib o'taman. Agidel o'rdaklari broiler o'rdak hisoblanadi. Bular go'sht yo'nalishida boqiladigan o'rdaklar. Va ular o'ta sert tuxum o'rdaklar toifasiga kiradi. Va juda erta tuxumga kiradi. Chunki mana bizdagilar ham 5 oylikda tuxumga kirgan. Hozir Xudoga shukr mana 8 ta, 10 ta, 15 ta makonimiz bor. Hali kechga rivojlanayotganlar ham bor. Shuning uchun tuxumga kirmaganlar ham bor. 8 ta, 10 ta ba'zida videolarni ham ko'rsatdim. 11 tagacha ham tuxum olgan paytlarimiz bo'ldi. Xullas tuxumlashlari yaxshi, juda sert tuxum, yaxshi o'rdaklar. Mana hozir xo'rozlarimiz ishlashni boshlagan, o'sha urug'lantira olyapti degan umiddaman. Inkubatordan akalarimizni tekshirib, urug'lanish foizlarini endi ko'ramiz. Demak, bularni jo'jalarini chiqarib sotish boshlanadi xudo xolasa. Olmoqchi bo'lganlar shunga tayyorlanib yursanglar, xudo xolasa jo'jalarini chiqaramiz bularni. Ismoil, zo'rmisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Mana qadrdon do'stim. Manaki mana yagona do'stim desam ham bo'ladi. Yo'qlab turadigan, holimdan xabar oladigan qadrli do'stim mana qancha masofa bosib keladi uydan. Alloh rozi bo'lsin. Uyatchangi gunoklarimizdan donlarini berib chiqdik. Bular tepaga chiqishmaydi. Doim pastda yurishadi. Shuning uchun bularga uylarning ichiga don berib chiqyapmiz. Ana shunaqa qadrli tomoshabinlar. Har safar sizlarga ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Ko'proq narsalarni hayolimga keltirib qo'yaman, lekin video olayotganimda esimdan chiqib ketib qoladi. Buning uchun uzr so'rayman. Har safar bo'lim qilib ma'lumotlar beryapman. Endi o'tkalar haqida bir to'liqroq ma'lumot berish niyatim bor edi. Xudo xolasa biror kun endi o'tkalar haqida hali bahorda vaqtimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Noldan to'liq ma'lumotlar berib o'taman. Mana bugun bitta ma'lumot, fakt ma'lumot. Mana yanvar oyidan bahorgi jo'jalar, ya'ni yoz boshidagi jo'jalar yanvar oyidan o'sha tuxumga kirar ekan. Demak, iyulgilari ham, iyulda chiqqan jo'jalar ham o'sha martgacha tuxumga kirib qolar ekan. Mana shunisi, mana ki fakt bitta ma'lumot bo'ldi. Bularni qancha tuxum tug'adi, qancha tuxum bosadi deyarli hamma videolarimda aytib boryapman, lekin ko'pchilik shu videolarimizni ko'rmay qolyapti, kommentariyada ko'p savollar bo'lyapti. Bularni bahorda xudo xolasa nafaqat shunchaki aytaman, ko'rsatib boraman. Xudo xolasa bularni nechta tuxum tug'yapti, nechta bostiryapmiz, nechtadan nechta ochib chiqyapti. Xudo xolasa hammasini ko'rsatib boramiz. Endi hozir o'shangacha xudo xolasa obuna bo'ling va kamtarona mehnatimizni qadrlab, bittagina like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Hammalaringizga Allohning xayriyatlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.